Bu o'zbek tilidagi ba'zi kitoblar, rus tilidagi kitoblar, ingliz tilidagi kitoblar. Keling, endi bugun biz tarbiyaga oid qismlarini psixologik va pedagogik yo'nalishda tahlil qilamiz. Men Sarvona Shavkatjon qizi Dangisonalar kanalida 2 yildan beri faoliyat yuritaman. Kasbim pedagog. Bog'chada, ya'ni maktabgacha ta'lim muassasasida bolalarga kitob o'qib berish bilan shug'ullanganman. 300 dan oshiq kitoblarni qamrab olgan Salom kitoblarim kursi muallifiman. Birinchi bo'lib o'zbek kitoblaridan boshlaymiz. Penguin Books nashriyotining Ezgulik yomg'iri kitobi va Shiringina ezgulik. Bu yerda qahramonlarimiz haqida gaplashamiz. Bu kitob Ezgulik yomg'iri haqida qisqagina aytib beraman, ya'ni ma'lumotni tushunishimiz uchun. Bu mana Alo, bu bolani ismi esa Yigitali va u o'yin buzuqlik qilib to'pni olib qochyapti. Bularning jahli chiqdi, lekin koptokni negadir talashishmadi. Mana plastilin yasash darsi. Plastilin yasab o'tirishibdi. Qo'zichoq o'sha obraz, ya'ni bu haqda avvalgi darslarimizda aytgan edim, ya'ni videolarimizda ko'rishingiz mumkin. Ustozi mana qo'zichoqni yasagani uchun 5 oldi, xursand bo'ldi. Yigitali esa qo'zichoqni yerga tushirib yubordi. Qizcha xafa bo'ldi. Jahlini ko'rsatmadi, urushib ketmadi, borib urmadi. Ustozi xona uchun uchadigan arg'imchoq ot olib keldi. Navbat bilan uchayotgan Yigitali navbatni buzdi, lekin hech kim bilan urushmadi, talashmadi. Va natijada Yigitali yiqilib tushdi. Endi u kelmadi, qo'li sinibdi. Ana bolalar, mana yo'q, qanday yaxshi deyishdi. Yigitalini ko'rgani bordi, uni qo'li og'riyotganini ko'rdi, o'rtoqlariga aytib berdi. O'rtoqlari keldi, maktabdagi o'rtoqlari, va Yigitali xursand bo'ldi va o'rtoqlariga pechenyelar olib, endi aqlli bola bo'lib maktabga qaytdi. Shiringina ezgulik. Bu yerda qizchaning buvisi beta bo'lib qoldi, ammo qizcha o'rtog'ini oldiga borishga va'da bergan. Oyisiga aytdi, mana buvining qo'ng'iroq qildi, u yerga borishim kerak. Qizni aytayapti, lekin men dolalarnikiga bormoqchi edim, so'z berib qo'yganman, bormasam xafa bo'ladi jumlasi. Buvining ahvoli yaxshi emas, unga yordam berishimiz zarur. Alo 2 lunjini shishirib ufladi. Mana shu yeri bor. Endi qo'zichoqcha gap karalashyapti. Menimcha onang to'g'ri gapiryapti, bemorlarga yordam berish kerak. Va endi u oyisi bilan ketyapti. Keksalarga joy beryapti. Buvisini oldiga borishyapti, ovqat tayyorlashyapti birga, buvisiga ovqat ichirib qo'yyapti, uylarni tozalayapti, qo'shni xolaga yordam beryapti. Juda ham odobli qiz. Mana o'rtoq xafa bo'lib gaplashmadi. U shunchaki o'rtog'i bilan talashib tortishmadi ham, gapirganini aytdi, xafa bo'ldi va o'rtog'i uchun sovg'a rasm chizdi. Qo'zichoqcha esa ularni yarashtirib qo'ydi. Bu-ku mayli. Bundachi? Nega bolalarning jahl tuyg'ulari bunchalar yopib tashlanadi? Zumrad va Qimmat ertagidagi Zumrad obrazi. U juda ham yaxshi qiz, Qimmat juda ham yomon obraz. Yaxshi doimiy yaxshi bo'lish kerak, javob bermasligi kerak, his-tuyg'ularini ichiga yopish kerak. Ayniqsa bolalar 6 yoshgacha bo'lgan davrda hissiyotlarini nomlashni bilishmaydi. Va ba'zi bir bolalar o'z tuyg'ularidan uyalishadi. Mana shunday kitoblar ta'sirida esa bolalarimiz 2 karra uyatishadi. Chunki ideal odob namunasi. Ideal. Bolalarimiz esa aslida bunday emas. Ular tuyg'ularini siqimlab, saralab o'zlarini bosa olmaydi. Ular o'zlarini boricha tutadi. Mana shu jihatlar, ya'ni yaxshi, juda ham zo'r kitoblar, lekin to'ldirilishi kerak bu kitoblar. Bu kitobni o'zi bilan bolalarda tuyg'ularni saralash jarayoni soddaroq kechadi. Ya'ni jahl, yig'i, o'zini bosa olmaslik, to'lib ketish, sabrsizlik, bularni qayerdan saralashadi? Biz faqat yaxshilik, o'zimizni bosish haqida o'qiyversak, u tuyg'ularni qanday boshqarishni qayerdan o'rganishadi? Bu kitoblar yetarli bo'la olmaydi. Aytaylik, bu kitob qaysi birimizni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Bu yerda esa mana ochilgan. Mana ukasiga qo'shilish, bu ham yig'layapti. Ya'ni endi uka kelgandagi emotsiyani ochib beryapti. Nima bo'ladi ikkisi yig'lasa? Onasi mana hayron, onasi mana nigohlari ma'yus bo'lib qolgan, onasini holatda ko'rgandan afsuslandi. Bolajonim xafasan, bilaman deyapti. Ya'ni real holatlar. Mana bu holatni ham ochib beryapti. Mana shunaqangi real holatlar bizga kerak, kitoblarimizga ko'proq kerak. Bu yerda esa mana Yoqimtoyeva aka faqat akalikni, o'sha katta farzand bo'lish, ya'ni ukasiz zerikarli hayot tarzi yoritib berilgan. Uka keldi, endi hayot qiziqarliga aylanib qoladi degan mohiyat berilgan. Endi uka kelgandan keyin hayot qachondan qiziqarli bo'ladi? Qachonki u o'ynash davriga yetib qolsa, ungacha bo'ladigan jarayonlar haqida to'ldirish kerak. Ya'ni bu kitoblar yomon emas, juda ham yaxshi, faqat sayoz. Bularni to'ldirish kerak.
Endi rus kitoblariga o'tamiz, ya'ni rus tilidagi kitoblar. Nega aynan ruscha, inglizcha kitoblaringiz ko'p degan savollar beriladi. O'zbek tilidagi kitoblar bilan to'ldira olmaganim sababidan rus tilidagi kitoblarni olaman, ingliz tilidagi kitoblarga murojaat qilaman. Ularni to'liq tarjima qila olmayman, ya'ni o'z kuchim bilan va Google tarjimon yordamida tarjima qilaman, ya'ni ingliz tili rus tili qilib, qo'ldan kelgancha tarjima qilib o'zim boyitaman. Mana onasi bilan ayiq magazinga borishdi. Lekin bunda ham bitta no holat bor, mustasno holat. Ayiqlar magazinga borishmaydi aslida. Mana shu o'rinda bitta narsani tushuntirib berishim kerak. Agar obraz, aytaylik, to'qima obraz bizning hayotimizda bo'lmaydigan, biz masalan ayiqlarni ko'rmaganmiz. Buni tasavvur qilish osonroq bo'ladi. 6 yoshgacha bo'lsa ham, biroz bo'lsa ham, ayiqlarni ham uyi bordir-da, shunaqa hayotda yashar degan tasavvur biroz uyg'onishi mumkin. Ammo lekin o'ta ham berilgan holat mana tuxumlar. Tuxumlar o'zlari bo'yashlari, berkinib olishlari, festival qilishlari bu juda ham to'qima. Chunki bola kunda million martalab tuxumlarni ko'radi. Shuning uchun bu to'g'ri kelmaydi. Bu ham mana meva sabzavotlarning yuz ko'zlari bo'lishi 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga bunaqa holatdagilar tavsiya qilinmaydi. Bu kitobda mana berilgan bolaning o'sha magazindagi xarxashasi odatiy holat ekanligi, mana yig'layapti, tirmashyapti, mana talpanyapti. Bu holatlar boshqalarda ham bo'lishi va biroz yig'lab olgandan keyin bola o'zini bosib, boshqa narsaga chalg'ib keta olishi. Mana ya'ni bu boshqalarda ham bor ekan, oddiy holat ekan, deydida va o'zidagi tuyg'ularni qabul qiladi. Bu yana yig'lashim kerak degan tushuncha bo'lmaydi. Bu kitobni to'g'ri o'qib bera olsangiz tarjima bilan, ana shu sig'larni, magazindagi xarxashalarni savdo qilishdagi oldini olishga yordam beradi. Bu esa juda ham ideal variant. Chunki hayotda nima deydi, noreal voqealar juda ham kam. Buning singilchasi. Bu yerda endi bitta arg'imchoq, balkim odamlarning arg'imchog'ini uchgan deb qo'shib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni odamlarda bor vosita sifatida arg'imchoq obrazining qo'shilib qolganligi bor xolos. Va bu yerda mana u ukasini qanaqaligini his qila olmayapti. U bilan sakrab o'ynab ko'rmoqchi bo'lyapti, lekin u kichkina sakra olmadi, yig'ladi mana. Natijada yupatilyapti. Bu esa yupatilmayapti va po'shokka bu og'ir batyapti. Meni endi hech kim aytmaydi. Hatto u sevimli arg'imchog'iga ham sig'mayapti. Endi uni ukasi sig'yapti, ya'ni singilchasi. Seplyonishga sig'yapti. Endi doim butun pechenye yegan. Endi qayerdan qushlar olib keladi topib. Endi bu safar yarimta yeyapti. Meni yarimta yaxshi ko'radimi endi mana yig'layapti. Hatto yemasdan yig'layapti. Bu bolalarda bor tabiiy holat. Buni aytib beradim, sen ham shunaqa qilmasang, mana qaragin bu ham shunaqa qilyapti. Qara bu noto'g'ri, sen ham shunaqa qilma. Yo'q, aslo. Bu usulimiz bilan kitoblar orqali qilinayotgan terapiyani buzamiz xolos. Terapiya shunday bo'lishi kerakki, aslo bolamizga aloqador ekanligi his qilinmasligi kerak. Shunchaki siz o'qib berasiz, bola holatlarni o'rganadi, xatolarini o'zi anglab tuzatish yo'lini tanlaydi. Va u ham yupanyapti. Ukasi bilan mana birgalikda oxirida mazza qilib cho'milishyapti. Qarang, shunchaki ko'lmakda. Shuning uchun kitoblar olish ham alohida bir katta san'at. Mana ingliz tili kitobi haqida biroz aytib o'tdik. Buni juda ko'p odamlar psixologik yo'nalishda, tarbiyaviy jihatga ega kitob sifatida maqtashadi. Juda ham to'g'ri, juda ham zo'r kitob qoidalarini mana shu qismi bir kishi hamma uchun, ya'ni hamma bir kishi uchun, ya'ni hamjihatlikni o'rgatuvchi kitob. Rostdan ham psixologik yo'nalishda yozilgan, lekin 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga tavsiya qilinmaydi. Chunki undagi qahramonlar, mana tuxumlar, o'ta ham noreal. To'g'ri kelmaydi haqiqatga. Buni tasavvur qilishda 6 yoshgacha bo'lgan bolalar juda ham qiynaladi. Endi mana bunday to'plamlar. Ko'ryapsizmi? Bu to'plam soni adashmasam 15 tami, 12 tami shunaqa to'plam. Hammasi mana har xil voqealar, mana tinglash, o'rganish, qo'shilib ketish va o'ynash. Hammasi ingliz tilida. Bularni Google tarjimon bilan bemalol o'qisangiz bo'ladi. Va eng muhimi bunda qahramonlar insonlar, voqealar ham insonlar hayotidan olingan. Turli xil millat bolalari, ya'ni bu yerda ajratish yo'q. Birgalikda o'ynashyapti, o'yin o'ynashyapti. Va biroz qiyin tomoni, buni umumiy qilib, ya'ni bitta hikoya tarziga keltirib olish kerak. Buning uchun to'quvchilik qobiliyatingiz bo'lishi kerak birozgina. Ya'ni to'qiy olsangiz, hikoya qilib bera olsangiz juda ham zo'r kitob. Men har biriga moslab, ya'ni voqeani butunlashtirib hikoya o'qib chiqqanman. Nimaga bu kerak? Chunki voy shunaqa bo'pti-kan, bu yerda mana o'yinga qo'shilib ketibdi-kan, bu yerga borib mana aytayapti-ku. Men ham shunaqa o'ynay olamanmi? Aytayapti. Can I play? Men ham o'ynasam maylimi? Ya'ni men ham o'ynab ko'ray degan ma'noda aytayapti. Va buni shunchaki aytib berish bolaga zerikarli tuyuladi.
bular to'p o'ynayotgan ekan, borib o'ynayman debdi desangiz zerikarli bo'ladi. Shuning uchun buni yaxlit bitta hikoya tarziga keltirib olishingiz kerak. Ya'ni bitta boshlanma, bitta tugallanma. Hammasi insonlar obrazda bo'lganligi uchun va har bir holat to'liq berilganligi, ya'ni xafalik, hammasi, xatolar, undan xulosa chiqarish, tushunish, himoya qilish, yig'layapti. Yig'lash holati berilyapti. Jahli chiqqanligi berilyapti, yolg'iz qolganligi, birgalikda o'ynash, hammasi beriladi. To'plam holatida endi mana shunday kitoblarni olish foydali. O'tgan safar to'plamlar kerakmi, yolg'iz kitoblarmi deyilganda aytgan edim to'plam haqida. Va men to'plam kitoblar olishni qachondan boshladim? Kitob olishni boshlaganimga 2 yil bo'lgan bo'lsa, birinchi yili deyarli to'plam olmadim. Chunki moddiy tomondan va har tomondan buni oqlang. Bir xil turdagi kitoblar bolani tez zeriktiradi va ilk kitoblar sirasiga tavsiya qila olmayman. Biz 2-yilidan boshlab olishni boshladik, ya'ni 1 yil to'ldi, kitoblarga ancha kirishdik va endi olishni boshladik. Mana shu holatda agar kitoblar bo'yicha ilmlarni batafsil egallashni istasangiz, Yangi onalar kanalining Telegram kanaliga a'zo bo'ling. Bu YouTube kanalida turibsiz hozir. U yerda Salom kitoblarim kursi haqida batafsil ma'lumot oling. Yuzdan oshiq mana shunday kitoblarni tahlil qilib berilgan, hikoyalarim aytib berilgan, hatto o'zingiz mana shu rus tilidagi kitoblarni qayerdan buyurtma qilish programmalar o'rgatilgan, o'yinchoqlar tahlillari hammasi batafsil berilgan. Bugungi video sizga qanchalar manzur bo'ldi, nimalarni o'rgandingiz, bu haqida batafsil yozing. Men erinmasdan o'qib chiqaman.